Assalamu alaykum. Arzuyum ikinci karar haqlıq taam pişiriq salonidagi barliq azizlar. Bugun aytilgan dersimiz bazar bolkisi, yani kesim bolka xanımlar. Bu kesim bolkimiz ketadigan materiallar bo'lsa, undan yarım kilo un ve 100 gram tuzsiz sarmayda 100 gram, 100 gram ilman su, şekerden 60 gram, xamir turuşa, sun'iy xamir turuşdan 10 gram, tuzdan 3 gram küçük bir koşuk tuz, bir tane tohum, muş materyallar ketadi hanımlar. Bunu tayyorlash bosqichi olsa, aldı bilan biz 100 gram ilman suyimizga bir qo'shiq tuz, şeker soldik. Bir qo'shiq shekarni soldik. Undan keyin xamir turishimizni solamiz. Bir qo'shiq shekar bilan 10 gram xamir turishni 300 gram ilman suyimizga qo'yib, bunu tayyorlashni aralashtirib olamiz hanımlar. Bunu aralashtirib 15 minut qo'yib qo'ysak, xamir turishimiz köpüp çıkıdı hanımlar. Ondan keyin xamirimiz yoğasak buldu. İkinci qadamda biz 500 gram unumuzga qap qo'ygan shekarni soldik. Ondan keyin tuzimizni qo'ydik. Bunu aralashtirib qo'yib qo'yamiz hanımlar. 10 minut to'xtab, bizniki bu xamir turishimiz tamamen erib, mushu xil holatga kelgan chog'da biz bu xamirniki bu suyimizni bu xamir turishini eritgan suyimizni boyaqa yarım kilo unimizning to'piga to'kdik hanımlar. Bunu to'kib olgandan keyin biz mushu ko'ptirgichimizning bunga xamir yo'g'irgan uchini bekitib xamirimiz aralashib musharat kelgan chog'da biz bir tal tuxumimizni chaqib, yana davomli aralashtiramiz. Endi biz bu xamirimizin üstüge sarı mayını koyup yüzümüze hanımlar. Mashg'ulotlarni qo'limiz qilsam bo'ldi yoki mush xamir yo'g'irgan mashinlarimiz esa shuni qilsam bo'ldi hanımlar. Bu sarı mayını toza yaxshi yugizib, chaylab 15 minut ishlaymiz hanımlar. Mana qizlar 15 minut sarı mayını yugizib ishlash jarayonida bu xamirimiz tutsak qo'lga chaplashgandek shundoq meylashqoq bir xamir bo'ldi hanımlar, yumshoq. Xamirimiz qancha yumshoq bo'lsa, bolkimiz shuncha o'xshaydi. Bunu qo'limizni maylab turib, bu xamirimizni elib, bir piyalimizni maylab oldik. Maylab olgandan keyin mushuni silib, qachimiz sapgandan keyin buni ustini yepib dolduramiz hanımlar. Xamirimizni maylab, mushu suyig'ini maylab, qachiq so'g'andan keyin buning ustini qoshiq bilan yeb oldik. Züngüllerimiz bilan üstünü yepib, bunu yarım saatdan 1 saat atrofida bulduruş qo'yib qo'yamiz. Mana qizlar, bu xamirimiz 1 saatdan keyin mushunda holat keldi. Ko'pib o'zining ishkasi ko'pibdi. Endi buni o'rtada 2 parcha qilib, 2 tal zugul chiqib olamiz. Mana qizlar, biz ambirimizni maylab turib, qo'limizni maylab turib, mushunda 2 tal zugul chiqib oldik. Ammo bir tal zugulchimizni olib qo'yamiz. Hem de muhabbirsini 3 tane zugulchi üzüb olamiz hanımlar. Hemmisini qo'limizni maylab turib ishlaymiz. Mana hanımlar 3 tane zugul chiqib oldik. Endi mushu ambilimizni maylaymiz, maylab turib bu xamirimizni uzun kisiga ochamiz. Xamirimizni ochib, mushunda yo'g'ib, mushunda shakl chiqarib olamiz. İkinci bir xamirimizni mushunda uzun kisiga içi olmaz besip durup. Mana qizlar, zugulchimizni mush qo'limiz bilan mushundaq içi olmaz. Buni mushuna yo'gaymiz. Yo'gab, buni mushuna shakl keltirib olmaz. 3 tal zugulchimizni mushunda shakl keltirib olgandan keyin birinchi qatim shakl keltirib olgan zugulchimizni elib, mush uzunsiga besib shakl chiqaramiz. Buning kengligini mushu qalbimizniki mushu kengligichilik qilamiz hanımlar. Shuni kenglig'ichilik qilib,
Şundaq besib turib şəkil çıxarıb olamiz. Əmdə bunu yögəyimiz xanımlar. Bir endi yögəb şundaq şəkil çıxarıb olamiz. Mına qızlar qalğan ikisini şu xil şəkil keltirib, bunu tizib savaldıq xanımlar. Savağandan keyin üstünü besib, şundaq hammaga yetkizib qo'yamiz. Bunu əmdə üstünü xaşo bilan o'rab, tundirish qo'yib qo'yamiz xanımlar. Köpkandan keyin andiki pishirsak bo'ldi. Əmdə biz abaydan ap qo'ygan yerim xəmirimizni şundaq 5 tane zügülç üz olduq. Hər birisindən 100 gramdan qılıb 5 tane xəmir üz olduq. Əmdə bunu şəkil çıxırmız xanımlar. Bunu çıxıran birinci şəkil olsa, qolumuzni maylab turib, muş xəmirimizni maylab turib, şundaq yumaloq içib olamiz xanımlar. Bunu su meyvələrni maylab turib, şundaq yumaloq şəkil çıxırıb olamiz. Ondan keyin bunu yögəyimiz. Bunu şunda yumaloq içib olgandan keyin bunu bir tarafdan yögəyimiz qızlar. Bunu yögəb çıxırıb olgandan keyin bunu almaymiz. Şundaq almab turib şundaq şəkil çıxırmız qızlar. Zügülçüyümüzni şunda besib yumaloq şəkil çıxırıb olgandan keyin beşi tarafdan tartib bunu yögəyimiz. Bunu yögəb mana tayaq qo'yib olgandan keyin bunu so'zib turib bir tarafini shunday qilib shakl chiqaramiz xonada. Shakl chiqarib bu ikki uchini o'shansak shunday shakl chiqarib olamiz. İkinci bir xil shakl chiqarish uchun bu sug'ulchimizni birini ilib bu kichkina stakanni o'ttir qismi qo'yamiz. Qo'yib bunu potag'andan keyin biz buni kesib olamiz xonimlar. Shundaq to'rt tarafidan o'ttir qismidan kesib olamiz. Kesib olgandan keyin har birisini o'ttirsidan yana ikki taldan qilib kesib olamiz. Shunday qilib. Shuni qilib to'rtdan ikkidan qilib kesib olamiz. Shunda kesib tayyor qilgandan keyin bu stakan evetib, 2-3ni, 2 tal kesganning uchini shundaq chimdib shakl chiqaramiz qizlar. Mana shuni chimdib turib shakl chiqarib olamiz. Mana buning shaklini chiqarib oldik. Mana qizlar shakl chiqarib olgan bo'lkalarimizning ustiga tuxumniki serig'ini meyildik. Bir tal tuxumning serig'ini meylab, o'ttirsiga shu qargunjut, amayadagi oq gunjut chaqsangiz bo'ldi. Biz mana shokolad konfetlarni sepib qo'ydik, shunday zinatlab. Endi bu ko'pgandan keyin duxovkaga solib 180 selsiya gradusda yarim soat pishirib olamiz. Mush yuzi qizarib pishgandan olsak bo'ldi. Bunu köptirish uchun duxovkaning gradusini 100 selsiya gradusga ochib qo'yib 20 minut turg'izgandan keyin ko'pgandan keyin bu duxovkamizning gradusini 190 selsiya gradusga kelib 15 minut pishirib olsak bo'ldi xonimlar. Hozir ko'pish qo'yib qo'ydik. Do